sog'lomlashtiruvchi masajni nima farqi bor oddiy masaj bilan deysizlar? Sog'lomlashtiruvchi masajda biz og'riqlarga ko'proq urg'u beramiz. Bular ham men sog'lomman dedilar. Qaranglar, buni izlarini har xil bo'lib chiqishini, qo'llar yaxshi aylanmas ekan, ham pastki ichki organlarda maliy tarzda tuzlar bor ekan, buyrak faoliyatlari yaxshi emas ekan. Lekin boshga qon aylanish signali yaxshi ekan. Sog'lomlashtiruvchi masajimiz farqi oddiy masajdan. Buning ichida fizioterapiyalar bo'ladi, limfa drenajlar qo'yiladi, tanani yengil silab qizdiriladi. Eng muhimi, bunaqa bankalar hammada ham yo'q. Buni davosini bilsanglar, olovli bankaga hojat qolmasdi. Bu vakuum bankalarning foydasi har bitta tochkalardagi qon aylanishini yaxshilaydi. Shunaqangi zo'r energiyaga to'lasizlar. Bunaqa bankalarni olganingizdan qo'ysam, nina olishga qo'rqadiganlarga mana shu magnitli bankalarimizni tavsiya qilamiz. Sterilligimiz eng muhimi, biz buni spirt bilan ishlaymiz. Qoninglarni zo'r aylantiradi, o'lik to'qimalarning ishlashiga yordam beradi. Eng muhimi, og'riqlarni pasaytiradi. Yana bitta zo'r joyini aytaymi? Davleniyalarni balansda ushlab beradi. To'g'ri mutaxassisdan to'g'ri yo'nalishda olsanglar, buni foydasini bilib, yana qilib qo'ying deb kelasizlar.